Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotgan insonlarga, balki ertaga pensiyaga chiqadigan har bir kishiga tegishli. Chunki avgust oyida pensiya, nafaqa qayta hisob-kitob, ish staji, hujjatlar va to'lovlar bo'yicha ko'pchilik kutmagan yoqimli holatlarga duch kelishi mumkin. Eng muhimi, bu yerda gap shunchaki pul to'ladi degan umumiy gap haqida emas. Men sizga qaysi summa kimga kelishi mumkin, kimlar o'z pulini yo'qotib qo'yishi ehtimoli bor, kimlar esa bemalol kutishi mumkinligini aniq tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta yetishmayotgan hujjat sabab odam o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar pensiya masalasida bir xil muammoga duch kelishardi. Kimning ish staji to'liq ko'rinmasdi, kimning oylik maoshi arxivdan topilmasdi, kimning eski mehnat daftarchasidagi yozuvlari noto'g'ri yoki tushunarsiz bo'lardi. Natijada odam pensiyaga chiqqanda unga aslida tegishli bo'lgan summadan kamroq pensiya tayinlanishi mumkin edi. Masalan, bir inson o'tgan yil ishlagan, lekin tizimda 24 yil ko'rinadi. Nima bo'ladi? Pensiya hisoblanadi. Lekin 6 yil ish staji hisobga kirmay qolsa, bu odam har oy kamroq pul oladi. Boshida farq kichik tuyulishi mumkin. Masalan, 40 ming, 20 ming yoki 200 ming so'm. Lekin buni inichi oyga keyin bir necha yilga ko'paytirsak, bu juda katta summa bo'ladi. Demak, muammo bitta oylik to'lovda emas, muammo uzoq muddatli yo'qotishda. Endi nima o'zgardi? Hozir davlat organlari, pensiya jamg'armasi, soliq tizimi, bandlik va boshqa elektron bazalar bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Bu degani ayrim ma'lumotlar qo'lda qog'oz ko'tarib yurmasdan avtomatik tekshirilishi mumkin. Albatta, hamma narsa bir kunda mukammal bo'lib qolmaydi. Lekin farq shundaki, endi ko'plab holatlarda ilgari ko'rinmay qolgan ma'lumotlar qayta aniqlanishi, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi yoki fuqaroga qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin. Shu sababli avgust oyidagi yoqimli syurpriz deganda men avvalo shuni nazarda tutaman. Ayrim fuqarolarda pensiya yoki nafaqa bo'yicha qayta hisob-kitob, indeksatsiya, qarzdorlik, yetib kelmagan to'lov, staj tasdiqlanishi yoki huquq paydo bo'lishi natijasida qo'shimcha summa kelishi mumkin. Lekin bu summa hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Kimdir 10 ming so'm farq oladi, kimdir bir necha 100 ming so'm oladi. Ayrimlarda esa bir necha oy yig'ilgan to'lov birdan tushishi mumkin. Endi eng muhim savol, kimlar bunga e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda pensiya olayotganlar. Agar siz yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, to'lovingizdagi har qanday o'zgarishni tekshirib boring. Ko'pchilik bank kartasiga pul tushsa faqat umumiy summani ko'radi, lekin nega ko'paydi? Nega kamaydi? Qaysi davr uchun qo'shimcha berildi? Buni so'ramaydi. Men ekspert sifatida aytaman. Pensiya pulini faqat olish emas, uni tushunish ham kerak. Ikkinchi guruh yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Masalan, odam iyun oyida hujjat topshirdi. Iyulda pensiya tayinlandi. Avgustda esa oldingi oylar uchun farq yoki to'liq bo'lmagan to'lov qayta hisoblanishi mumkin. Bunday holatda karta yoki pochta orqali kelgan summa odatdagi oylik pensiyadan ko'proq bo'lib ko'rinadi. Odamlar darrov bu xatolikmi deb xavotir oladi. Xavotirlanishdan oldin pensiya jamg'armasidan izoh olish kerak. Bu qaysi oy uchun, qaysi asosda, qaysi qaror bilan to'langan? 3-guruh ishlagan, lekin staji to'liq hisobga olinmagan fuqarolar. Bu juda ko'p uchraydi. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillar boshida turli korxonalarda ishlagan odamlar, fermer xo'jaliklarida, zavodlarda, qurilish tashkilotlarida, xususiy firmalarda ishlaganlar arxiv masalasida qiynalishi mumkin. Korxona yopilgan, nomi o'zgargan. Hujjatlar tuman arxiviga topshirilgan yoki umuman topilmayapti. Agar keyinroq shu hujjat topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bir misol keltiraman. Tasavvur qiling, opa 58 yoshda pensiyaga chiqdi. Dastlab unga 1 million 250 ming so'm pensiya tayinlandi. Lekin uning 5 yillik ish staji arxivdan topilmagani uchun hisobga kirmadi. Keyin farzandlari yordam berdi. Arxivdan ma'lumotnoma olindi. Sobiq ish joyi haqidagi hujjatlar tasdiqlandi. Natijada pensiya qayta hisoblandi va 1 million 400 ming so'm bo'ldi. Farq oyga 1,5 ming so'm. Agar bu farq 4 oyga tegishli bo'lsa,
qo'shimcha 600 ming so'm to'lanishi mumkin. Mana shu odam uchun avgust oyida kelgan summa haqiqiy yoqimli syurpriz bo'ladi. Yana bir misol. Ota kishi pensiya oladi, lekin u pensiyada bo'lsa ham rasmiy ishlagan. Ayrim holatlarda ishlovchi pensiyalarning ma'lumotlari, soliq to'lovlari va ijtimoiy to'lovlari tizimda aks etadi. Agar qonunchilikda belgilangan tartib bo'yicha qayta hisoblashga asos bo'lsa, odam keyinchalik pensiyasida o'zgarish ko'rishi mumkin. Bu yerda muhim jihat shuki, hamma ishlagan pensionerga avtomatik katta pul qo'shiladi deb o'ylamaslik kerak. Har bir holat alohida ko'riladi. Ish haqi qancha bo'lgan, davri qaysi yillarga to'g'ri keladi, badallar to'langanmi, hujjatlar tasdiqlanganmi? 4-guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu yerda ham ko'pincha murakkab savollar bo'ladi. Masalan, marhum otaning ish staji to'liq hisobga olinganmi? Farzandlar soni to'g'ri ko'rsatilganmi? O'qiyotgan farzandning ma'lumoti vaqtida topshirilganmi? Agar talaba farzand kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli hujjat topshirilishi kerak bo'ladi. Hujjat kechiksa, to'lov to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. Keyin hujjat to'g'rilansa, ayrim davrlar uchun qayta to'lov chiqishi ehtimoli bo'ladi. 5-guruh nogironligi bo'lgan fuqarolar. Bu yerda tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi nogironlik muddati guruh o'zgarishi, qayta ko'rik sanasi juda muhim. Masalan, insonning nogironlik guruhi o'zgarsa, pensiya yoki nafaqa miqdori ham o'zgarishi mumkin. Agar hujjat tizimga kech tushsa, to'lov keyinroq qayta hisoblanishi mumkin. Shuning uchun avgust oyida odam odatdagidan boshqacha summa olsa, darrov sarosimaga tushmasdan uning sababini tekshirish lozim. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz har oy bir xil tushayotgan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, ish staji bo'yicha nizoli joy bo'lmasa, bank kartangiz faol bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, katta muammo bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men har bir pensionerga kamida yiliga bir marta o'z pensiya ma'lumotlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Endi istisnolar. Nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, qo'shimcha pul tushsa, u doimiy oshdi degani emas. Ko'pchilik karta hisobiga odatdagidan ko'proq pul tushganini ko'rib, endi har oy shuncha olar ekanman deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki ba'zan qo'shimcha summa bir martalik bo'ladi. Masalan, oldingi oy uchun yetmay qolgan qism qayta hisoblash farqi yoki kechikkan to'lov bo'lishi mumkin. Masalan, odatda siz 1 million 300 ming so'm olasiz. Avgustda 1 million 720 ming so'm tushdi. Bu sizning pensiyangiz 1 million 702 mingga oshdi degani bo'lmasligi mumkin. Balki 1 million 300 ming odatdagi pensiya, 1,2 ming esa oldingi oylar bo'yicha farqdir. Shuning uchun keyingi oy yana 1 million 300 ming tushsa, nega kamaydi deb o'ylamaslik uchun oldindan izoh oling. Ikkinchi nozik masala, hamma narsani telefon orqali aytib berishmaydi. Ba'zi ma'lumotlar shaxsiy hisoblanadi. Pensiya jamg'armasi xodimi sizga umumiy yo'l yo'riq berishi mumkin. Lekin aniq hisob kitobni ko'rish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Shuning uchun kimdir telefon qilib, onamning pensiyasi nega kam tushdi desa, unga to'liq ma'lumot bermasliklari mumkin. Bu xodimning yomonligi emas, bu shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish talabi. 3-nozik masala plastik karta yoki pochta masalasi. Ba'zan pensiya jamg'armasi hisoblab bergan, lekin bank kartasi bloklangan, muddati tugagan yoki hisob raqamida texnik muammo bo'ladi. Odam esa pensiya kelmadi deb o'ylaydi. Aslida to'lov yuborilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun avval bankdan karta holatini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar pochta orqali olsangiz, manzil, ro'yxat, yetkazish jadvali va shaxsni tasdiqlash masalalarini aniqlang. 4-nozik masala, ortiqcha to'lov ham bo'lishi mumkin. Bu yoqimsiz eshitiladi, lekin men buni ochiq aytishim kerak. Agar tizimda xatolik bo'lsa yoki fuqaro o'z vaqtida ma'lumot bermasa, masalan, ishga kirganini, o'qishdan chiqqanini, yashash joy o'zgarganini, nogironlik muddati tugaganini bildirmasa, ayrim to'lovlar noto'g'ri davom etishi mumkin. Keyin bu ortiqcha to'lov aniqlansa, qaytarish talabi qo'yilishi ehtimoli bor. Shuning uchun faqat ko'proq pul tushdi deb xursand bo'lish emas, uning qonuniy asosini bilish ham zarur. 5-nozik masala arxiv hujjatlari. Ko'pchilik mehnat daftarcham bor, yetadi deb o'ylaydi. Ba'zi holatda yetadi, lekin ba'zi holatda qo'shimcha ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Ayniqsa yozuvlarda korxona muhri aniq bo'lmasa,
ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan sanad tushunarsiz bo'lsa, lavozim nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, korxona nomi bir necha marta o'zgargan bo'lsa, arxivdan tasdiq kerak bo'ladi. Bu jarayon vaqt oladi. Shuning uchun oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. 6-nozik masala chet elda ishlagan davrlar. Ba'zi fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'ladi. Bu davrlar pensiya hisobida qanday inobatga olinishi xalqaro shartnomalar, to'langan badallar, rasmiy mehnat munosabatlari va hujjatlar bilan bog'liq. Har bir davlat bo'yicha tartib bir xil emas. Shuning uchun men chet elda 10 yil ishlaganman, avtomatik qo'shiladi deb o'ylash xato. Rasmiy hujjat, ish beruvchi ma'lumotlari, to'lovlar va tasdiq bo'lishi kerak. 7-nozik masala, familiya, ism. Otasining ismi o'zgargan ayollar, nikohdan keyin familiya o'zgargan, eski hujjatlarda boshqa familiya, yangi pasportda boshqa familiya bo'lsa, ish stajini bog'lash uchun nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Bu oddiy narsa, lekin ko'p odam aynan shu sabab ortiqcha yuguradi. Men amaliyotda ko'rganman. Bitta eski hujjatdagi familiya farqi sabab pensiya hisob kitobi cho'zilib ketadi. Endi aniq nima qilish kerak? Birinchi qadam. Pul tushganini tekshiring, lekin faqat summaga qarab xulosa qilmang. Bank ilovasiga kiring. SMS xabarini ko'ring. Pochta orqali olsangiz kvitansiyani saqlang. Agar summa odatdagidan ko'p yoki kam bo'lsa, sanani va miqdorini yozib qo'ying. Masalan, avgust oyida 1.620.000 so'm tushdi. Odatda 1.010.000 so'm olar edim. Ana shunday aniq yozib keyin murojaat qilganda yordam beradi. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kabi sizning holatingizga tegishli hujjatlarni olib boring. Hamma hujjat hammaga kerak emas, lekin o'zingizga tegishli asosiy hujjatlar tayyor bo'lsa, ish tezlashadi. 3-qadam. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar masala jiddiy bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada aniq yozing. Mening pensiyam miqdori bo'yicha qayta hisob-kitobni tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki ish stajimning falon yillardagi davri hisobga olinmaganini aniqlab berishingizni so'rayman. Yoki avgust oyida tushgan qo'shimcha to'lov qaysi davr va qaysi asos bo'yicha amalga oshirilganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Ariza berganingizdan keyin uning ro'yxatga olingan raqamini so'rang. 4-qadam. Ish stajingizni oldindan tartibga keltiring. Pensiyaga chiqishga hali 2-3 yil bo'lsa ham kutib o'tirmang. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Qaysi joyda muhr xira, qaysi joyda sana noto'g'ri, qaysi ish joyi yopilgan, qaysi korxona nomi o'zgargan, hammasini yozib chiqing. Keyin arxivga murojaat qiling. Agar ish beruvchi hali mavjud bo'lsa, undan ma'lumotnoma oling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxivida hujjatlar bor yo'qligini aniqlang. 5-qadam, elektron xizmatlardan foydalaning. Hozir ko'plab ma'lumotlarni davlat xizmatlari markazlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki tegishli idoralarning elektron tizimlari orqali tekshirish imkoniyati kengayib bormoqda. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, farzandlaringizdan, ishonchli qarindoshingizdan yordam so'rang. Lekin parol, SMS, kod va shaxsiy ma'lumotlarni begona odamga bermang. Pensiya masalasi pul bilan bog'liq. Shuning uchun ehtiyotkorlik shart. 6-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir telefon qilib, pensiya jamg'armasidan qo'shimcha pul chiqdi, kartangiz kodini ayting, pul tushirib beramiz desa ishonmang. Hech qaysi rasmiy tashkilot sizdan bank kartangizning SMS kodini, PIN kodini yoki ilova parolini so'ramaydi. Qo'shimcha to'lov qonuniy bo'lsa, u rasmiy tartibda hisoblanadi va belgilangan hisob raqamiga tushadi. Pul olish uchun begona odamga kod aytish kerak bo'lmaydi. 7-qadam. O'z huquqingizni muloyim, lekin qat'iy talab qiling. Ba'zan odamlar idoraga borib, xijolat bo'lib savol bermaydi. Men aytaman, bu sizning pulingiz, sizning mehnatingiz, sizning yillab to'lagan badallaringiz natijasi. Shuning uchun pensiyam qanday hisoblangan, qaysi yillar stajga kiritilgan, qaysi ish haqi davri olingan, qaysi ish haqi davri olingan, qayta hisoblashga asos bormi degan savollarni berishga to'liq haqlisiz. Yana bir amaliy maslahat. Hujjatlarning nusxasini alohida papkada saqlang. Pasport nusxasi,
mehnat daftarchasi sahifalari, arxiv javoblari, eski ish joyidan ma'lumotnomalar, nikoh va tug'ilganlik guvohnomalari, tibbiy xulosalar, bank rekvizitlari. Ariza nusxalari bitta joyda tursin. Har safar idoraga borganda boshidan hujjat qidirib yurish vaqtni oladi. Tartibli hujjat ko'p muammoni oldindan hal qiladi. Men yana shuni alohida aytaman. Avgust oyida yoki boshqa oyda kelgan qo'shimcha summa har bir kishida bir xil bo'lmaydi. Kimdir hech qanday qo'shimcha olmaydi. Chunki uning hisob kitobida farq yo'q. Kimdir oz miqdorda oladi. Chunki faqat bir oy yoki kichik farq bor. Kimdir ko'proq oladi. Chunki bir necha oy yoki yillar bo'yicha qayta hisoblash asoslari topilgan. Shuning uchun qo'shningiz qancha olganiga qarab o'zingizni baholamang. Har bir pensiya ishi alohida hisoblanadi. Azizlar, bugungi asosiy fikr shuki, pensiya jamg'armasidan keladigan har qanday qo'shimcha pul avgust oyidagi yoqimli o'zgarish yoki qayta hisob-kitob tasodifiy narsa emas. Uning o'rtida hujjat, ish staji, qonuniy asos, elektron ma'lumot va tekshiruv turadi. Sizning vazifangiz esa o'z hujjatlaringizni tartibga keltirish, tushgan summani tekshirish. Noaniqlik bo'lsa, rasmiy izoh so'rash va o'z haqqingizni vaqtida talab qilishdir. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, bu gunoh summani tekshiring, hujjatlarni ko'zdan kechiring. Shubhali joy bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Izohlarda yozing. Sizda avgust oyida pensiya yoki nafaqa miqdorida o'zgarish bo'ldimi? Qo'shimcha summa tushdimi yoki savollaringiz bormi? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensiya, nafaqa, kompensatsiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.